hammaga. Biokimyo moduli navbatdagi mavzuyimiz. Ushbu mavzuda biz sizlar bilan yurak va qon tomir tizimi biokimyosi haqida qisqacha gaplashib chiqamiz. Mavzuyimiz rejasi 4 ta asosiy ustundan iborat. Birinchisi, yurak mushagi energiyani qayerdan oladi va nima uchun mitoxondriya bu to'qimada juda ham muhim. Ikkinchisi, kislorod yetishmasa metabolizm qanday ishlaydi, qaysi yo'nalishga buriladi va laktat chiqishi nimaga? Laktat faqatgina hujayra darajasida emas, balki qoldiq emas, perfuziya muammosi ekanligiga javob topamiz. Uchinchi bosqichda esa lipoproteinlarni faqat laboratoriya ko'rsatish sifatida emas, balki tomir devoriga kiradigan, o'zgaradigan va yallig'lanish jarayonini boshlaydigan zarracha sifatida qanday ahamiyat kasb etishini, qanday jarayonda ishtirok etishini ko'ramiz. Darsimiz so'ngida esa biomarkerlar va gemostazni birlashtirib, yurak qon tomir tizimi qanday biokimyoviy dalillar bilan ishlashini tanishib chiqamiz. Yurak qon tomir biokimyosida asosiy klinik mantiq juda ham amaliy. Bu energiya bo'lmasa yurak qisqara olmaydi. Tomir devori zarar ko'rsa qon oqimi buziladi. Hujayra shikastlansa ichki oqsillar qonga chiqadi. Gemostaz haddan oshib ketadigan, kuchayib ketadigan bo'lsa tromb hosil bo'ladi degan qismlardan iborat. Ya'ni 4 ta asosiysi. Qaytarib o'tamiz. Birinchisi energiya. Energiya kerak. Energiya bo'lsa ishlaydi yurak. Ikkinchisi qon tomirining devori. Qon tomirining devori doimiy bo'lishi kerak, oqim normal bo'lishi uchun. Uchinchisi qondagi biomarkerlar. Qondagi biomarkerlar hujayralarning zararlanishi va ularning tarkibidagi ichki oqsillarning qonga chiqishi natijasida paydo bo'ladi. To'rtinchisi tromb hosil bo'lishi. Tromb hosil bo'lishi bu gemostazni kuchayib ketganligini ko'rsatib beradigan jarayon hisoblanadi. Yurakni energiyaga bo'lgan talabi. Yurak mushagi doimiy ishlab turadigan to'qima. Biz homiladorlik paytida, embrion paytimizdan boshlab urishni boshlaydi va hayot so'ngigacha urib turadi. Va bu energiyani albatta adenozin trifosfat ATFdan oladi. Faqat aktin miozinni qisqarish uchun emas bu energiyani, balki kalsiyni sarkoplazmatik retikulumga qaytarish, natriy kaliy ATF aza orqali membrana potensialini saqlash, metabolik tartibni ushlab turish uchun ham ishlatadi yurak mushaklari. Shuning uchun yurakda ATFni sarfi juda tez. Lekin qiziq tomoni ATFni zaxirasi katta emas. Bu yerda asosiy nuqta shu, yurak energiyani ombor sifatida o'zida ko'p saqlab turmaydi ATFni. Uni deyarli uzluksiz qayta ishlab chiqaradi va bu jarayonda ko'p miqdorda kislorod kerak bo'ladi. Agar kislorod yetarli bo'lsa, mitoxondriyada ATF samarali ravishda ishlab chiqariladi. Kislorod kamayganda esa qisqarish ham kamayadi, ion muvozanati ham buziladi. Sababi ATF ishlab chiqarilishi yetishmayapti. Shuning uchun ham ishemiyada, klinikada bir necha daqiqa ichida og'riq, yurakda ritm buzilishi va qisqarish pasayishi kuzatiladi. Mitoxondriya yurak mushagida, nafaqat yurak mushagida, barcha organizmdagi kislorod yordamida oksidlanish reaksiyasini ishlatadigan hujayralar uchun muhim energiya ishlab chiqaruvchi markaz hisoblanadi. Bilamiz, elektron zanjiri bor mitoxondriyada va aynan o'sha zanjir orqali nikotin amid adenin dinukleotiddan qaytarilgan shakl va flavin adenin nukleotiddan qaytarilgan shakl olib kelgan elektronlarni kislorodgacha o'tkazadi va bu jarayonda ichki mitoxondrial membrana bo'ylab proton gradiyenti paydo bo'ladi. Aynan mana shu gradiyentdan foydalanib ATF sintazi ATFni sintezlab beradi va bu elektron transport zanjiri haqida bizni alohida mavzuyimiz bor biokimyo kurslarida, shuning uchun ham unchalik bu yerda chuqur kirib o'tirmaymiz. Energiya hosil bo'lish uchun albatta unga yoqilg'i, substrat kerak bo'ladi. Yurak mushagi moslashuvchan metabolik to'qima. Tinch va aerob sharoitda ko'p energiya yog' kislotalaridan keladi. Chunki beta oksidlanish ko'p asetil koferment A va qaytarilgan kofermentlar beradi. Lekin glyukoza ham juda muhim. U tezroq ishga tushadi, insulin va ish yukiga qarab ko'proq ishladi. Ishemiya boshlanganda aynan mana shu glikoliz kuchli ishlashning hisobiga laktat to'planadi. Laktatni faqat chiqindi deb, qoldiq modda deb bilmasligimiz kerak. Sog'lom sharoitda ham yurak laktatdan yoqilg'i sifatida foydalanishi mumkin. Bundan tashqari keton tanachalari ham ochlik, diabet va yurak yetishmovchiligi kabi holatlarda muhim hisoblanadi. Ya'ni keton tanachalar ham energiya uchun sarflanishi mumkin. Bunday yoqilg'ilar turli
metabolik yo'llardan kelsa ham ularning katta qismi asetil koferment Aga, ya'ni asetil CoA orqali Krebs sikliga tutashadi. Rasmga ahamiyat beradigan bo'lsak ham, ovqat tarkibidagi yog'lar, karbohidratlar, proteinlar ko'rsatilgan. Proteinlardan aminokislotalar hosil bo'ladi. Ayrim aminokislotalar asetil koenzim A'ni hosil qilishi mumkin. Karbohidratlarda esa glyukoza paydo bo'ladi. Glyukozadan asetil koenzim A, yog'larda esa yog' kislotalar va glitserol asetil koenzim A'ga aylanishi mumkin. Bu haqida biz biokimyo darslarimizda, boshqasida alohida Krebs sikliga kiruvchi darslarda va yog'larni beta oksidlanish mavzusida gaplashganmiz. O'sha mavzuni ochib ko'rib olishingiz mumkin. Asetil koenzim A citric acid cycle, ya'ni Krebs siklini asosiy xom ashyosi hisoblanadi va u energiyani ko'p miqdorda ishlab chiqarish vazifasini bajarib beradi. Ushbu ajoyib sxematik ko'rinish hujayrada energiya hosil qilishi uchun kerak bo'ladigan ko'plab jarayonlarni birlashtiradi va buning eng asosiy markaziy energiya ajralib chiqadigan eng ko'p qismi bu Krebs sikliga to'g'ri keladi. Bu yoqda glyukozani o'zgarilishi, mana bu qismda glyukozadan qanday energiya hosil bo'ladi, bu tomonda esa ko'proq yog'larniki, bu tomonda esa aminokislotalar qanday holatda mana shu asetil 3 karbon kislota sikliga kirishi mumkin, shu ko'rsatib o'tilgan. Bu umumiy katta reaksiyani hozir gaplashmaymiz. Va bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bundan oldingi slaydda aytib o'tdik, ochlik paytida ko'proq ketonlar, tinch holatda esa kislorod yetarli bo'lsa, lipidlar energiya hosil qilish uchun foydalaniladi dedik. Ya'ni bu yerda muhim narsa shuki, agar biz katta intensivlikda qisqa muddatda ish bajaradigan bo'lsak, kislorod miqdori yetarli bo'lmaydi va shuni hisobiga glyukozadan to'g'ridan to'g'ri laktat hosil bo'ladi va shuni hisobiga ham mushaklarimizda laktat to'planib qolib, mushaklarda og'riq paydo bo'ladi. Lekin biz past intensivlikdagi, masalan, yurish yoki yengil yugurish mashqni uzoq muddat qiladigan bo'lsak, kislorod yetarli bo'ladi va bu kislorodli oksidlanishni ta'minlab bergani uchun organizmda yog'larni utilizatsiyasi, energiya sifatida sarflanishi kuchayadi va aynan ozish mexanizmi yo organizmdagi ortiqcha yog'larni yo'qotish mana shunga asoslangan. Ishemiya to'qimaga qon va kislorodni yetib borishini kamayishi hisoblanadi va yurak mushagida bu holat avvalo mitoxondrial ATF ishlab chiqarilishini kamaytiradi, ya'ni elektron transport zanjiri sekinlashadi. Lekin hujayraga baribir energiya kerak. Bu energiyani u laktat siklidan oladi. Laktat siklida glikoliz davom etaveradi va uni lekin asosiy bitta sharti bor. Glikoliz davom etishi uchun nikotinamid adenin dinukleotidni oksidlangan shakli, ya'ni NAD+ kerak bo'ladi. Shu sababli privatni biz laktatga aylantiriladi. Bu yo'l kam ATF beradi, lekin qisqa muddatda glikolizni davom ettirishga yordam beradi. Biz aynan mana shu siklni Cori sikli deb aytamiz. Ya'ni glyukoza muskul tomonidan o'zlashtirilyapti qisqa vaqt davomida va u to'liq kislorodli parchalanmasdan piruvatgacha parchalanyapti xolos. Va piruvat hujayrani, muskul hujayrasini tark eta olmaganligi uchun uni laktatga aylantirib beradi. Hosil bo'lgan laktat qonga chiqadi va qon orqali jigarga borib, qaytadan piruvatdan esa keyin glyukoza sintezlanish uchun sarflanadi va glyukoza qonga chiqarib beriladi va bu glyukoza yana mushak tomonidan foydalaniladi va mana shu siklni biz laktat sikli yoki Cori cycle deb ataymiz. Kreatin fosfat yurak va skelet mushagida tezkor energiya bufer vazifasini bajaradi. ATF ko'p bo'lganda yuqori energiyali fosfat kreatininga ko'chadi va kreatin fosfat hosil bo'ladi. Ish yuklamasi oshib, ATF tez sarflanganda esa kreatin fosfat guruhida adenazin difosfatiga, ya'ni ADP ga qaytarib, ATF ni tez tiklanishiga yordam beradi. Rasmga ahamiyat berishimiz mumkin. Aynan mana shu jarayon ko'rsatib o'tilgan. Aynan kreatinin kinaza fermenti fosfokreatinin tarkibidagi bitta fosfor guruhini ADP molekulasiga biriktirish orqali ATF hosil qilib beradi va bu yoqda esa kreatinin ajralib chiqadi. U esa energiya yetarli bo'lgan davrda oksidativ fosforilanish natijasida paydo bo'layotgan ATF energiyasini hisobiga qayta fosfokreatinin hosil qilinishiga va mushakda kelajakdagi ishlatilish uchun to'planishga sarflanadi. Yog' kislotalari yurak uchun juda ham kuchli energiya manbai hisoblanadi. Bilamiz, yog' parchalanganda katta miqdorda energiya ajralib chiqadi. Beta oksidlanish
har aylanishda asetil koenzim NADH, FADH2 ni hosil qilib beradi, buni bilamiz. Bu mahsulotlar Krebs sikli va elektron transport zanjiriga kirib ko'p miqdorda ATF hosil bo'lishi uchun sarflanadi. Shu sababli sog'lom aerob yurak yog' kislotalaridan samarali foydalanadi, lekin bu yo'lni nozik joyi bor. Yog' kislotasidan ATF olish uchun kislorod yuqori darajada kerak bo'ladi. Ishemiyada kislorod cheklanganda yog' kislotasi oksidlanishi to'liq davom etmaydi. Qaytarilgan kofermentlar to'planadi va u hujayra energetikasini glyukozaga nisbatan kamroq moslashuvchan qilib qo'yadi. Shuning uchun ishemik sharoitda substrat tanlovi yurak ishiga ta'sir qiladi. Glyukoza va insulin. Bu haqida biz endokrinologiyada ham, oshqozon ichak modulida ham va bioximiyaning boshqa mavzularida ham ko'p gaplashganmiz. Ovqatlanganimizdan keyin insulin hujayraga glyukozani kirishini va ishlatilishini oshiradi. Yurak faqat bitta yoqilg'iga bog'lanib qolmaydi. U gormonlar, ish yuklamasi, kislorod tezish va qondagi substrat miqdoriga qarab turib, yoqilg'i turini tanlaydi. Ochlikda yog' kislotalari va keton tanachalari ko'p sarflansa, ovqatdan keyingi vaqtda glyukoza ko'proq sarflanadi. Patologik jarayon, ya'ni qandli diabet kasalligida bu moslashuv buziladi. Insulin yetishmovchiligi bo'lganligi uchun yoki insulinga sezgirlikni pasayishi natijasida glyukozani hujayraga kirishi cheklanadi. Erkin yog' kislotalarining oqimi oshadi, sababi yurak mushagi ayniqsa glyukozadan foydalana olmayapti. Natijada lipoprotein almashinuvi o'zgaradi va tomir devori uchun qo'shimcha xavf yaratadi, ya'ni LDL glikserol ortadi. Demak, diabet yurak qon tomir xavfini ham faqat qand ko'tarilgani uchun emas, butun substrat va lipid biokimyosi lipidlarning almashinuvi o'zgargani uchun oshiradi. Ya'ni lipidlar ko'proq parchalangani uchun tasavvur qiling, yurak o'zi normada glyukozani o'zlashtirishi kerak, lekin mana shu glyukoza yo'q. Demak, uni o'rniga boshqa narsa kerak. Buni o'rniga albatta lipid va keton tanachalar keladi. Ularni hosil qilish uchun biz murakkab lipidlarni parchalanishimiz kerak. Va ana shu parchalanish jarayonida bizga keraksiz bo'lgan, xavfli bo'lgan lipidlar ham ajralib chiqadi va bu qon tomirlarida aterosklerotik birlashmalar hosil bo'lishini, qon tomir devorlari zararlanishini olib keladi. Endoteliy qavati. Bilamiz, qon tomirlarining ichki qavati endoteliy qavati bilan qoplangan. Bu faqatgina oddiy devor emas, uni muhim funksiyalari bor. U azot oksidini, ya'ni NO ni ishlab chiqaradi. NO va aynan mana shu NO tomir silliq mushagiga ta'sir ko'rsatib, uni bo'shashtiradi. Trombositlarni yopishib agregatsiya bo'lishini kamaytiradi va qon oqimini moslashtirib adaptatsiya qilib beradi. Prostatsiklin kabi mediatorlar ham trombosit faollashuvini susaytiradi. Shuning uchun sog'lom endoteliy antitrombotik va vazodilatator muhit yaratib beradi. Ya'ni nima demoqchimiz? Tromb hosil bo'lishiga va vazodilatatsiya uchun endoteliyni normal bo'lishi muhim. Endoteliyning zararlanishi esa mana shu vaziyatni o'zgartiradi. Natijada NO ishlab chiqarilishi kamayadi, azot oksidi, oksidativ stress va yallig'lanish signallari kuchayadi, tomir devorini o'tkazuvchanligi ortadi. Ana shu muhit pastki zichlikdagi lipoproteinlarni, ya'ni LDL lipoprotein, low density lipoproteinlar zarrachalarini intima qavatiga, ya'ni endoteliyning ostiga kirishiga va ushlanib qolishiga to'sqinlik qila olmay qoladi. Va shuning uchun ham ateroskleroz lipidlar bilan boshlansa ham endoteliy javobisiz to'liq bo'lmaydi. Lipoproteinlar ham yurak qon tomir sistemasi biokimyosini tushunishda juda ham muhim. Lipoproteinlar qonda erimaydigan lipidlarni tashish uchun kerak. Hilomikronlar ovqatdagi yog'larni ichaklardan to'qimalarga olib boradi. Juda past zichlikdagi lipoprotein, ya'ni very low density lipoprotein jigardan triatsil glitserolni tashiydi. VLDL qonda o'zgarib, oraliq zarrachalar LDL ga aylanishi mumkin, ya'ni low density lipoproteinga. Past zichlikdagi lipoprotein, ya'ni LDL, xolesterinni hujayraga tashish vazifasini bajaradi. Bu normal vazifa, lekin LDL ko'payib ketadigan bo'lsa miqdori tomir devoriga kirib oksidlansa, aterosklerotik jarayon boshlanib qoladi. Yuqori zichlikdagi protein, ya'ni high density lipoprotein esa aksincha xolesterinni periferik to'qimalardan jigarga qaytarishga yordam beradi. Shuning uchun ham bizni HDL ni biz foydali, LDL ni esa ko'pincha zararli lipoprotein sifatida
talqin qilamiz, lekin aslida unday emas. Ikkovini ham miqdori normal bo'lsa yaxshi. Shuning uchun ham laborator lipid panelini o'qishda biz albatta tomir devoridagi o'zgarishlarni va ularni organizmda qanday vazifa bajarishini bevosita bilishimiz, klinik talqinda inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Biroz LDL lipoproteinlarni vazifasi haqida gaplashamiz. LDL zarrachasida apolipoprotein B100 bor, uni qisqartirib biz ApoB100 deb ataymiz. Hujayra LDL reseptori orqali shu belgini taniydi va LDLni endositoz bilan hujayra ichkarisiga oladi. Bu normal mexanizm hujayraga xolesterinni yetkazadi va xolesterin sintezini teskari boshqarishga yordam beradi. Muammo LDL miqdori ko'p bo'lganda, reseptor yo'li yetarli bo'lmaganda yoki endoteliy shikastlanganda boshlanadi. Ya'ni tasavvur qiling, yo mana bu o'zlashtirilishi kerak bo'lgan LDL miqdori ortib ketdi yoki uni reseptorda disfunksiya bor yoki mana shu endoteliy to'lig'icha zararlandi. LDL bu jarayonda tomir intimasiga kirib qoladi, proteoglikanlarga bog'lanadi va uzoqroq turib qolsa oksidlanishga moyil bo'lib qoladi va natijada keyinchalik aterosklerotik blyashka rivojlanishni boshlaydi. Oksidlangan low density lipoprotein, ya'ni quyi molekulyali quyi zichlikdagi lipoprotein oddiy LDL dan farq qiladi. U tomir devorida oksidativ stress ta'sirida o'zgaradi va makrofaglar tomonidan tozalovchi reseptorlar orqali qamrab olinadi. Bu reseptorlar LDL reseptori kabi yaxshi teskari boshqarilmaydi. Shuning uchun makrofag ichida xolesterin efirlari to'planib boradi. Bu jarayonda foam cells, ya'ni ko'pikli hujayralarni hosil qiladi. Ko'pikli hujayra faqat yog' to'plangan hujayra emas, u yallig'lanish mediatorlarini ham chiqaradi. Ko'p immun hujayralarni o'ziga chaqiradi, attract qiladi va tomir devorini strukturaviy jihatdan o'zgartiradi. Shuni hisobiga ham LDLni biokimiyasini, mexanizmini tushunish aterosklerozni biokimyoviy jihatdan tushunishga yordam beradi. HDL, high density lipoprotein haqida ham biroz gapirib o'tamiz. Uni asosiy klinik qiymati xolesterinni teskari tashilishi bilan bog'liq. HDL periferik hujayralardan, jumladan masalan makrofaglardan xolesterinni o'ziga qabul qiladi. Lecitin xolesterin asetil transferaza xolesterinni esterifikatsiya qilib, HDL ichida saqlanishini osonlashtiradi. Keyin xolesterin jigarga olib boriladi va boshqa lipoproteinlar bilan almashadi. Bu jarayon tomir devoridagi xolesterinni yukini, nagruzkasini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuni unutmaslik kerakki, HDL ni faqat yaxshi xolesterin deb aytish yetarli emas. Biokimyoviy ma'noda u xolesterinni qaytarish, apolipoprotein almashinuvi va lipid oqimini muvozanat qiluvchi tizim hisoblanadi. Chizmaga ahamiyat beradigan bo'lsak, qayerda endagan yo'l jigardagi qaytariluvchi transport bilan bog'lanyapti. Aynan birinchisi mana bu qismda to'g'ridan-to'g'ri low density lipoprotein to'g'ridan-to'g'ri jigar tomonidan o'zlashtirilyapti. Bunda LDL reseptor va ApoB reseptorlar ishtirok etayotgan bo'lsa, ikkinchi qismi esa mana bu tomonda. Bu yerda HDL3 ni hosil bo'lishi tomonidan kechyapti. Periferik tissuedan, aynan biz aytib o'tgan periferik to'qimadan va u keyinchalik HDL2 ga aylanib turib, SRB1 reseptorlar tomonidan tanilib, qayta transportga qo'shilyapti. Aterosklerotik blyashka. Aterosklerotik blyashka bir kunda paydo bo'ladigan jarayon emas, surunkali paydo bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Bunda avval endoteliyni faoliyati buzilishi kerak, keyin LDL intima qatlamiga kirib ushlanadi, oksidlanadi, makrofaglar tomonidan yutiladi va ko'pikli hujayralar paydo bo'ladi. Rasmga ahamiyat beradigan bo'lsak, birinchi rasmda normal arteriya, endoteliysi intakt, normal holatda turibdi. Endoteliy zararlanyapti va shuni hisobiga uni ostki qismiga LDL o'tib qolyapti. LDL o'tib qolish natijasi u qismga monositlar keyinchalik atrak bo'lib kelyapti va kelib turib mana shu LDL ni o'ziga yutyapti. U yerda oksidativ stress kechyapti, yallig'lanish kechyapti va natijada LDL laden makrofaglari, fatty yog'li tizimchalar va foam cells, ko'pik hujayralar paydo bo'lyapti. Vaqt o'tishi bilan bu joyda silliq mushak hujayralari, hujayradan tashqari matriks va fibroz qopqoq, fibroz kapsula paydo bo'ladi. Ya'ni nima demoqchimiz? Bu yerga silliq muskullar o'sib keladi va bundan tashqari biriktiruvchi to'qima o'sib kelib, u
matriks ajratib chiqaradi hujayralari va fibroz plak shakllanadi. Klinik xavf endi bizda kardiovaskulyar tizimda bu mana shu plakani faqat qattiqligida emas. Agar, ya'ni kattaligida emas. Ya'ni biz bilamiz, qon tomirni qanchalik mana shu plak to'sib qo'ygan bo'lsa, shunchalik ishemiya simptomlari ko'p kuzatiladi. Lekin bu jarayonda yallig'lanish ham muhim. Agar yallig'lanish kuchli va uni to'sib turgan mana bu fibroz qopqoq nozik bo'lsa, mana shu plak yorilishi mumkin. Yorilgan joyda albatta qon ivish tizimi ishga tushadi va arteriya ichida tromb hosil bo'lishi mumkin. Tromb hosil bo'lishi esa bilamiz juda ham xavfli holat hisoblanadi. Ayniqsa arteriyada hosil bo'lgan tromb keyinchalik borib kichik kalibrli arteriyalarga to'siladi. Venadagilar esa, masalan, yirik venadagilar yurakka kelib yoki yurakda yoki o'pkada keyinchalik tromb sifatida tiqilib embolga sabab bo'lishi mumkin. Biomarkerlar nima? Biomarkerlarni mantiqiy jihatdan tushunishimiz juda ham oson kechadi. Ular hujayra ichida bo'lishi kerak bo'lgan oqsil yoki fermentlarni qonga chiqib ketishi. Ya'ni hujayra membranasi zararlanyapti, uni ichki tuzilmalari qonga chiqib ketyapti. Miokard shikastlanganda eng muhim marker bu yurakdagi troponin oqsili, ya'ni CT, cardiac troponin. U yurak mushagini qisqaruv apparati bilan bog'liq va yurak shikastiga nisbatan sezgir hamda xos hisoblanadi. Kreatinin kinaza MB, ya'ni SKMB va laktat dehidrogenasa LDH ham oldin mana shu ikkala modda ham yurak zararlanishini aniqlashda laborator ko'rsatkich sifatida avval ishlatilgan, lekin ularni aniqligi keyinchalik pasaygan. Ya'ni masalan, laktat dehidrogenazani miqdorini o'zgarishi jigar kasalliklarida ham kuzatiladi. Kardiak troponinda o'zgarishi esa faqatgina yurak kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari uchun spesifik bo'lganligi uchun kardiak troponinda ko'rsatishi aniqlik darajasi, sensitivitisi va spesifikligi yuqori hisoblanadi. Troponin haqida gapiryapmiz. O'zi u nima? Biz buni bilamiz. Troponin kompleksi mushak qisqarishini boshqaradigan qism hisoblanadi va yurakda o'ziga xos kardiak troponin mavjud. Aynan mana shu yurakka xos bo'lgan troponin 1 va troponin T izoformalari miokard hujayrasi zararlanganda, ya'ni infarktga uchraganda qonga chiqadi. Lekin klinik jihatdan muhim nuqta shuki, yurak troponini hech qachon alohida bitta ko'rsatkich sifatida talqin qilinmasligi kerak klinikaga. Bu jarayonda olingan tahlilni vaqti ham juda ham muhim. Ya'ni miokard infarktidan keyingi davrlarda kardiak troponinda miqdorini ortishi turlicha davrlarda turlicha bo'ladi. Navbatdagi qisqacha gaplashishimiz kerak bo'lgan tizim bu gemostaz. Gemostaz qon ketishini to'xtash uchun kerak bo'ladigan himoya tizimi hisoblanadi. Tomir shikastlanganda trombositlar kollagen va von Willebrand faktori orqali yopishadi, faollashadi va bir-biriga agregatsiya bo'ladi. Shu bilan birga qonni ivish kaskadi trombinda hosil qilib beradi. Endi trombin gemostazni markaziy fermentlardan biri. U fibrinogenni fibringa aylantirib beradi. Buni bilamiz. Trombositlar faollashuvini bundan tashqari u yana kuchaytirish xususiyatiga va boshqa bir necha ivish omillarini ham aktivlantirish, faollashtirish xususiyatiga ega. Normal holatda bu jarayon qon ketishini to'xtatishga yordam beradi. Aynan lekin buni minus tomon ishlaydigan jihati ham bor. Masalan, aterosklerotik blyashkada uni qobig'i yorilganda arteriyada aynan mana shu mexanizm tomirni ichida patologik tromb hosil qilib, oqimni to'silib qolishiga sabab bo'ladi. Fibrin va plazmin tizimi. Fibrinogen qonda eruvchan oqsil hisoblanadi. Tasavvur qiling, mana bu fibrinogen va qonda erigan holatda tromb hosil qilib qo'ymaydi. Lekin trombin kelib uni ma'lum bir qismini kesib tashlaganda fibrinogendan fibrin hosil bo'ladi va bu fibrin monomerlari bir-biri bilan birikib qon tomirining ichki qismida, o'sha zararlangan qismda to'r hosil qiladi. Va aynan mana shu to'rni, fibrin monomerlarini 13-faktor mustahkamlab fibrin
dan iborat bo'lgan mustahkam torni hosil qiladi. Lekin mana shu tromb doimiy qolishi ham mumkin emas. Sababi bu qism qayta tiklanishi o'rniga normal hujayralar qo'yilishi kerak. Va aynan mana shu jarayonni plazmin ta'minlab beradi. Ya'ni mana bu hosil bo'lgan fibrin iplarini plazmin parchalaydi. Va bu jarayonni fibrinoliz deb ataymiz. Bu ikki jarayon, ya'ni plazmin hamda bu yoqda fibrinogen, trombin tizimlari, ya'ni qonni ivishi va qon ivib qolgan hosil bo'lgan fibrinni parchalovchi tizim doimiy o'zaro muvozanatda turishi kerak. Agar qonni ivish tizimi kuchayib ketadigan bo'lsa, tromb hosil bo'lib qoladi. Plazmin tizimi kuchayib ketadigan, ya'ni parchalanish kuchayib ketadigan bo'lsa, qon ketishi yuzaga keladi.